Salom, aziz tomoshabinlar. Bugun men siz bilan juda muhim va ochig'ini aytganda og'riqli bir mavzu haqida gaplashmoqchiman. Bu masala deyarli har birimizga taalluqli bo'lib, ko'pchiligimiz hatto buni bilmagan holda har oy 100 minglab, ba'zan millionlab so'mlarimizni yo'qotib kelamiz. Gap nima haqida ketyapti deysizmi? Telefon operatorlarimizning yashirin tariflari va bizdan bexabar yechib olinayotgan pullar haqida. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Operatorlar bu haqda sizdan jim turishadi. Ammo men bugun ularning sirlarini oshkor qilaman va sizning pulingizni qanday tejashni o'rgataman. Bu ma'lumot siz uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Shuning uchun diqqat bilan tinglang. Videoni boshlashdan oldin iltimos, hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Bu bizning jamoamiz uchun eng katta motivatsiya, muammoning mohiyati. Oldin qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling, avvaliga bir oz tarixdan boshlaylik. Eslaysizmi? Bundan 10-15 yil avval mobil aloqa xizmatlari ancha sodda edi. Operatorlarning tarif rejalari aniq va tushunarli bo'lib, odatda bir xil abonent to'lovi evaziga belgilangan daqiqa, SMS va megabaytlar taklif etilardi. Pullik xizmatlar ham kamroq edi va ular asosan musiqalar, logotiplar yoki primitiv o'yinlar yuklash kabi ko'rinishda bo'lardi. Hatto o'sha paytda ham ba'zi yashirin yechimlar bor edi. Masalan, tasodifan yo'q qo'ygan SMS obunalar, lekin ular hozirgidek ommaviy va murakkab emas edi. O'sha vaqtda mijozlar uchun tarif shartlari ancha shaffof va tushunarli edi. Narxlar jadvali oddiygina qog'ozda chop etilib, hamma uchun ochiq e'lon qilinardi. Siz qancha pul to'lashingiz va buning evaziga nima olishingizni aniq bilardingiz, ammo vaqt o'tishi bilan vaziyat tubdan o'zgardi. Bozor raqobati kuchaydi. Operatorlar tobora ko'proq mijozlarni jalb qilishga va daromadlarini oshirishga intila boshladilar. Natijada ular o'z strategiyalarini o'zgartirdilar. Hozirgi kunda operatorlar dastlab qaraganda juda jozibador bo'lib tuyuladigan arzon narxdagi tariflarni taklif qilishadi. Ammo bu tariflarning asl mohiyati va pastki oqimlari ancha murakkabroq. Ular o'z daromadlarini nafaqat asosiy tariflardan, balki qo'shimcha xizmatlar orqali ham ta'minlamoqdalar. Bu xizmatlar ko'pincha juda nozik va deyarli sezilmas tarzda faollashtiriladi. Ba'zida operatorlar hatto bepul sinov muddatlarini taklif qilishadi. Keyinchalik ular avtomatik ravishda pullik obunaga aylanadi. Bu holatda siz pulli xizmatni yo'qib qo'yganingizni bilmay ham qolasiz. Chunki sizga hech qanday ogohlantirish kelmaydi yoki kelgan taqdirda ham. U shunchalik mayda shriftda yozilgan bo'ladiki, siz uni o'qimaysiz ham. Muammoning asosiy sababi bu axborot asrining tez rivojlanishi va raqamli xizmatlarning kengayishidir. Internet orqali turli ilovalar, o'yinlar, kontent platformalari paydo bo'ldi. Operatorlar esa bunday xizmatlar orqali qo'shimcha daromad olishni o'rgandi. Ular buning uchun maxsus sheriklik dasturlarini yaratdilar. Ba'zida siz shunchaki biror veb-saytga kirib, biron bir reklamaga tasodifan bosganingizda yoki shubhali bir havola orqali o'tganingizda ham sizdan tasdiqlash so'ramasdan pullik obunaga ulanib qolishingiz mumkin. Bu ayniqsa bolalar uchun juda xavfli. Ular o'yin o'ynab, bilmasdan pullik kontentlarga obuna bo'lishadi va ota-onalarning hisobidan pul yechib olinadi. Natijada bizning hisobimizdan doimiy ravishda kichik summalar yechib olinadi. Ular birgalikda sezilarli darajada katta miqdorni tashkil qiladi. Bu esa xuddi qopdagi teshikcha orqali asta-sekin qumning to'kilib borishiga o'xshaydi. Dastlab sezilmaydi, ammo oxir-oqibat qop bo'shab qoladi. Asosiy qism 1. Nimalarni bilish kerak, kim xavotir olishi kerak va kimga bu unchalik taalluqli emas. Endi keling, aniqroq tahlil qilamiz. Siz nimalarni bilishingiz kerak? Bu muammo kimlarga ko'proq taalluqli va kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Avvalo, bilishingiz kerak bo'lgan asosiy narsalar. Bir SMS obunalar bu eng keng tarqalgan yashirin to'lov turlaridan biri. Siz turli reklamalarga tasodifan bosish, qandaydir qiziqarli ma'lumotlarni o'qish uchun telefon raqamingizni kiritish yoki hatto o'yinlarda qatnashish orqali bilmasdan pullik SMS obunalarga ulanib qolishingiz mumkin. Bu obunalar sizga har kuni yoki har hafta ob-havo ma'lumotlari, valyuta kurslari, yangiliklar, hazillar yoki goroskop kabi foydali kontentni yuboradi. Har bir SMS uchun sizning hisobingizdan 500 so'mdan 3000 so'mgacha pul yechib olinadi. Eng yomoni shundaki, ko'pincha bu obunalar avtomatik tarzda yangilanadi va siz ularni o'chirib qo'ymaguningizcha pul yechishda davom etadi. Ba'zida hatto bironta ham SMS kelmasligi, ammo hisobingizdan pul yechilishi ham mumkin. Bu xizmatlar garchi to'g'ridan to'g'ri operator tomonidan taklif qilinmasa-da,
Operatorning sheriklik dasturlari orqali ishlaydi va operator bu orqali ham foyda ko'radi. Eki yashirin internet to'lovlari bu holat asosan ikki xil ko'rinishda yuz beradi. Birinchidan, sizning tarif rejangizda berilgan internet paket tugagandan keyin megabaytlarning narxi keskin oshib ketishi. Ko'pincha paket tugagandan so'ng har 1 megabayt uchun 100 so'mdan 200 so'mgacha pul yechib olinadi. Bu esa paket ichidagi narxdan 20 barobar qimmatroqdir. Ikkinchidan, roamingdagi internet. Chet elga chiqqaningizda mahalliy operatorlarga ulanishingiz bilan sizning odatiy internet tarifingiz ishlamaydi. Roamingdagi internet narxlari esa juda qimmat bo'ladi. Ba'zida 1 megabayt uchun 1 million so'mdan 5 ming so'mgacha yoki undan ham ko'proq pul yechilishi mumkin. Agar siz roamingda internetni o'chirib qo'ymagan bo'lsangiz yoki maxsus roaming paketini faollashtirmagan bo'lsangiz, bir necha daqiqa internetdan foydalanish orqali ham hisobingizdagi pulni butunlay yo'qotishingiz mumkin. 3. Premium raqamlar va qisqa kodlar. Ba'zida siz turli viktorinalar, so'rovnomalar, lotereyalar yoki boshqa xizmatlarda ishtirok etish uchun maxsus qisqa raqamlarga, masalan 5 raqamli SMS yuborishingizni so'rashadi. Yoki siz biror bir e'lon uchun telefon qilsangiz, qandaydir konsultatsiya xizmatiga ulanib qolishingiz mumkin. Bu raqamlarga qilingan qo'ng'iroqlar yoki yuborilgan SMS'lar odatdagi narxda emas, balki ancha qimmat narxlarda baholanadi. Bir SMS uchun 5 ming so'm yoki bir daqiqalik qo'ng'iroq uchun 10 ming so'm ham yechib olinishi mumkin. Bu xizmatlar ko'pincha shubhali kontentga ega veb-saytlar yoki reklama kompaniyalari tomonidan taqdim etiladi. 4. Avtomatik xizmatlarni yangilash. Ko'plab operatorlar bepul sinov muddatini taklif qiladi. Masalan, 3 kun bepul musiqa paketi, 7 kun bepul video kontent kabi. Siz bu xizmatni sinov muddatida yo'qasiz, ammo muddat tugaganidan so'ng uni o'chirib qo'yishni unutasiz. Natijada ushbu xizmat avtomatik ravishda pullik obunaga aylanadi va hisobingizdan har kunlik yoki oylik abonent to'lovi yechila boshlaydi. 5. Optimallashtirish xizmatlari. Ba'zi operatorlar sizning xarajatlaringizni optimallashtirish yoki pulni tejashga yordam berish kabi nomlar bilan xizmatlarni taklif qiladi. Aslida esa bu xizmatning o'zi pullik bo'lib, u sizga hech qanday real foyda bermaydi. Aksincha, oyiga ma'lum bir miqdorda pul yechilishiga sabab bo'ladi. Bu xuddi pulni tejash uchun har oy pul to'laganingizga o'xshaydi. 6. Xush kelibsiz bonuslar va shartlari. Yangi tarifga o'tganingizda yoki yangi SIM karta sotib olganingizda ba'zida sizga xush kelibsiz bonuslari beriladi. Masalan, bir oylik bepul internet yoki daqiqalar. Ammo bu bonuslarning amal qilish muddati cheklangan bo'lishi mumkin yoki ularning ishlatilishi uchun yashirin shartlar qo'yilgan bo'lishi mumkin. Siz bu shartlarni bilmagan holda bonusdan foydalandim deb o'ylaysiz. Ammo aslida hisobingizdan pul yechilaveradi. Kim xavotir olishi kerak? Bu muammo ko'proq quyidagi toifadagi insonlarga taalluqlidir. Biri keksa yoshdagi fuqarolar. Ular texnologiyadan unchalik xabardor emaslar. Shubhali xabarlarni farqlay olmaydilar va tasodifan pullik xizmatlarga obuna bo'lish ehtimollari yuqori. Ko'pincha ularga tabriklaymiz, siz yutuq egasi bo'ldingiz yoki sizning telefoningiz xavf ostida. Tekshirish uchun bu linkka bosing kabi xabarlar keladi. Ularning o'qimasdan turib amalga oshirgan harakatlari jiddiy moliyaviy yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Masalan, bobojon 7 yoshda u nabirasining tug'ilgan kuniga pul jo'natmoqchi edi, lekin bilmasdan SMS so'rovnomaga javob berib, har kuni 1500 so'mdan obuna bo'lib qoldi. Oy oxirida hisobida pul qolmaganini ko'rib hayron bo'ldi. Bu holat 3 oy davom etdi. Jami 35 ming so'm yo'qotdi. 2 farzandli ota-onalar bolalar o'yin o'ynash yoki multfilm tomosha qilish paytida reklamalarga bosib, bilmasdan pullik o'yinlar, ilovalar yoki kontentlarga obuna bo'lishadi. Bunday xizmatlar ko'pincha juda jozibador bo'lib ko'rinadi va bolalarning qiziqishini darhol uyg'otadi. Masalan, 10 yashar qizaloq malika otasining telefonida o'yin o'ynab, bepul olmoslar degan reklamaga bosadi. Raqam kiritishni so'raganda, u otasining telefon raqamini kiritadi. Natijada har hafta 5 ming so'mdan premium o'yin kontentiga obuna bo'lib qoladi. Ota bunga 2 oy davomida e'tibor bermagan, jami 40 ming so'm yo'qotgan. Tez-tez safarga chiquvchilar, ayniqsa xorijga, roaming xizmatlari tufayli katta xarajatlarga duch kelish ehtimoli yuqori. Chet elda mahalliy SIM karta sotib olmasdan, o'z telefonidan internetdan faol foydalanganlar uchun bitta safar uchun bir necha 100 ming, hatto million so'm hisob kelishi mumkin.
Masalan, tadbirkor Alisher aka Qozog'istonga ish bo'yicha ketadi. Chegaradan o'tgach, bilmasdan Telegramda bir necha fotosurat jo'natadi va yangiliklarni ko'radi. Uning telefonida roaming avtomatik yo'qilgan edi, ammo paket faol emasdi. U bir necha daqiqa ichida atiga efirli megabayt internet sarflaydi. Ammo roaming tariflari bo'yicha 1 megabayt uchun 4000 so'm bo'lganligi sababli uning hisobidan 2000 so'm yechib olinadi. O'zbekistonda bu miqdordagi MB atiga 5000 so'm turardi. Hisob kitoblarini yoki hisobdagi qoldiqni kamdan kam tekshiradiganlar. Agar siz har oy pulingiz qayerga ketayotganini tekshirmasangiz, yashirin to'lovlar sizning pulingizni jimjitlik bilan o'g'irlay boshlaydi. Ko'pincha biz hisobimizda pul tugaganini ko'rib, shunchaki yana pul tashlab qo'yamiz va sababini so'rab ham o'tirmaymiz. Bu esa operatorlarga qo'l keladi. 5. Umuman olganda pulini tejashni istagan har bir kishi, hatto kichik pullar ham yig'ilib katta summaga aylanadi. Kim xavotir olmasa ham bo'ladi yoki kamroq xavotir olsa, 1. O'zining barcha faol xizmatlarini doimiy ravishda tekshirib turadiganlar. Kimki har hafta yoki oyda o'z ilovasi. Shaxsiy kabineti orqali hisob kitoblarini tekshirsa, SMS obunalarini nazorat qilsa, ular kamroq xavf ostida bo'ladi. 2. Faqat tasdiqlangan va shaffof tariflardan foydalanadiganlar. Ba'zi tariflar shaffofroq bo'ladi va qo'shimcha xizmatlarni kamroq taklif qiladi. O'tu asosan cheksiz tariflarda bo'lganlar. Garchi bu tariflarda ham o'ziga xos tuzoqlar bo'lsa-da, masalan, Fair Usage Policy FUP asosiy pullik xizmatlar ularga kamroq taalluqli bo'ladi. Real hayotdan bir nechta aniq misollar, raqamlar bilan. Misol 1. Abdulla aka ob-havo xizmati. Abdulla aka 15 yoshli nafaqaxo'r, u yangi smartfon olgan. Bir kuni uning qo'shnisi ob-havo xizmati juda aniq ma'lumot berishini aytadi va uni faollashtirish uchun noma'lum kodga SMS yuborishni tavsiya qiladi. Abdulla aka bu xizmatning pullik ekanligini bilmasdan SMS yuboradi. Natijada u har kuni 500 so'mdan pullik ob-havo xizmatiga ulanib qoladi. Bir oyda 15 ming so'm, yarim yilda esa 9 ming so'm uning hisobidan yechib olinadi. Bu holatni u nabirasi Dilshod pul tashlab berish uchun uning telefonni tekshirganda aniqladi. Dilshod telefon ilovasida pul tushumlari tarixini ko'rib, bu yechimlarni topadi va ularni tezda bekor qiladi. Bu pul Abdulla akaning pensiyasidan deyarli sezilmasdan o'g'irlanardi. Misol 2. Dilnoza va bepul video streaming. Talaba Dilnoza yangi chiqqan seriyani tomosha qilishni juda xohlaydi. Internetda bepul 7 kunlik sinov taklif qiluvchi bir streaming platformasining reklamasini ko'rib qoladi. Reklamaga bosib, ro'yxatdan o'tish uchun o'zining telefon raqamini kiritadi. Xizmatni yoqish uchun tasdiqlash kodini kiritadi va seriyani tomosha qilishni boshlaydi. 7 kun o'tgach, u seriyani tomosha qilishni unutasiz va xizmatni o'chirib qo'yish yodidan ko'tariladi. Natijada sinov muddati tugagach, xizmat avtomatik ravishda oyga 20 ming so'mlik pullik obunaga aylanadi. Dilnoza bu holatni 3 oy o'tib telefon balansida doimiy ravishda pul tugayotganini sezib qolganda aniqladi. Hisobidan jami 6 ming so'm yechib olingan edi. Misol uchun, Jasur va chet eldagi roaming. Tadbirkor Jasur xorijiy sheriklar bilan uchrashish uchun Birlashgan Arab Amirliklariga uchib ketadi. U o'zining o'zbek sim kartasini almashtirishni istamaydi. Chunki do'stlari va oilasi bilan aloqada bo'lishi kerak edi. U roaming xizmatini yoqqaniga amin bo'ladi. Ammo operatorning maxsus roaming internet paketlarini tekshirishni unutadi. Amirlikda u tezda Telegramdan ish hujjatlarini yuborish va bir nechta elektron pochtani tekshirishga kirishadi. Jami 1 megabaytdan sal ko'proq internet sarflaydi. O'zbekistonga qaytgandan so'ng unga 1 ming so'mlik katta hisob keladi. Ma'lum bo'lishicha, u foydalangan tarifda beada har 1 megabayt uchun 3000 so'm yechib olingan. Agar u mahalliy sim karta olganda yoki operatorning roaming paketini faollashtirganida, ilgiga internet uchun atiga 2000 so'm to'lagan bo'lardi. Misol 4. Shahzoda va iPhone yutug'i. 25 yoshli Shahzoda internetda yangiliklar o'qib o'tirganda, siz iPhone 15 yutdingiz. Yutug'ingizni olish uchun raqamingizni kiriting degan reklamani ko'rib qoladi. Qiziquvchanligidan u o'z telefon raqamini kiritadi. Oradan bir necha kun o'tib, uning balansidan kunlik 3000 so'mdan premium content xizmati uchun pul yechila boshlaydi. Hech qanday iPhone ham yo'q. U bu haqda bir necha hafta o'tgach, puli juda tez tugayotganini payqaganda bilib qoladi. Hisobidan qariyb 45 ming so'm yo'qotilgan edi. Bu misollar sizga vaziyatning qanchalik jiddiy ekanligini ko'rsatib beradi.
Pullar kichik summalarda yechilishi sababli odamlar ko'pincha buni sezishmaydi. Ammo yig'ilganda bu ancha katta summaga aylanadi. Asosiy qism 2. Qoidadan istisnolar, tuzoqlar va sezilmas nozikliklar. Yuqorida biz asosiy muammolarni ko'rib chiqdik. Ammo vaziyat har doim ham shunchalik aniq bo'lavermaydi. Ba'zida operatorlar tomonidan taklif qilinayotgan xizmatlarda shunday tuzoqlar va nozik jihatlar borki, ularni faqatgina chuqur tahlil orqali anglash mumkin. Qoidadan istisnolar afsuski, to'liq shaffof operatorlar deyarli yo'q. Ammo ba'zi korporativ tariflar yoki maxsus shartnomalar shaffoflikni biroz oshirishi mumkin. Masalan, yirik kompaniyalar uchun tuzilgan shartnomalarda barcha xizmatlar va narxlar aniq ko'rsatilgan bo'ladi. Chunki ular yuridik shaxslar hisobidan pul yechilishi bilan jiddiy muammolar bo'lishini bilishadi. Lekin oddiy abonentlar uchun shunday shartnomalar kamdan kam uchraydi. Ba'zi yangi, kichikroq operatorlar bozorni egallash uchun dastlabki bosqichlarda shaffofroq bo'lishlari mumkin, ammo vaqt o'tishi bilan ular ham yirik operatorlarning tajribasini o'zlashtirib oladi. Tuzoqlar 1. Juda mayda shriftli shartlar va qoidalar. Har qanday xizmatga ulanganingizda yoki yangi tarifga o'tganingizda operator sizga uzoq va murakkab matndan iborat shartnomani yoki foydalanish shartlarini taqdim etadi. Bu matnni to'liq o'qish juda qiyin. U huquqiy jargonlarga to'la bo'ladi va ko'pchilik uni o'qib o'tirmaydi. Aynan shu yerda barcha yashirin to'lovlar va cheklovlar ko'milgan bo'ladi. Masalan, bepul xizmatning aslida sinov muddati borligi va u avtomatik ravishda pullik obunaga aylanib qolishi aynan shu shartnomada yozilgan bo'ladi. 2. Noma'lum raqamlardan kelgan SMS'lar. Har doim shubhali SMS'larga javob bermasdan yoki ulardagi havolarga bosmasdan turib o'chirib tashlang. Hatto stop so'zini yuborish orqali ham siz pullik xizmatga ulanib qolishingiz mumkin. Chunki bu javob xizmatni faollashtirishni tasdiqlash deb qabul qilinishi mumkin. Eng xavfsiz yo'l javob bermaslik va shubhali xabarlarni bloklash. USSD kodlar. Ba'zi USSD kodlar yordamida siz tasodifan pullik xizmatlarni yo'qib qo'yishingiz mumkin. Ba'zi operatorlar o'zlarining xizmatlarini faollashtirish uchun juda o'xshash USSD kodlarni ishlatadilar. Masalan, AppEmber kodini targaningizda pullik xizmatlar menyusi chiqishi mumkin. Siz esa uni bilmasdan biror bandni tanlab qo'yishingiz mumkin. 4. Telefon raqamingizni so'rovchi bepul xizmatlar. Internetda ko'plab saytlar bepul yuklab olish, g'olibni aniqlash yoki sizning omadingizni tekshirish kabi xizmatlarni taklif qilib, telefon raqamingizni kiritishni so'raydi. Bu deyarli har doim pullik obunalarga olib keladi. Hech qachon shubhali saytlarga telefon raqamingizni kiritmagan. 5. Mijozlarga xizmat ko'rsatish markazlarining qarshiligi. Agar siz o'zingizdan yechib olinayotgan pullar haqida operatorga murojaat qilsangiz, ular ba'zida sizni chalg'itishga urinishadi, muammoni hal qilishni cho'zib yuborishadi yoki xizmatni o'chirishni juda qiyin qilishadi. Ba'zida ular siz o'zingiz yoqqansiz deb turib olishadi va sizga pulni qaytarishdan bosh tortishadi. Bu holda qat'iy turish va o'z haqqingizni talab qilish kerak. 6. Xizmatni bekor qilish opsiyalarining yashirilganligi. Pullik xizmatlarga ulanish juda oson bo'lsa, ularni bekor qilish ko'pincha juda murakkab bo'ladi. Obunani bekor qilish opsiyasi mobil ilovaning chuqur joylashgan menyularda yoki saytning chekka sahifalarida yashirilgan bo'lishi mumkin. Ba'zida uni bekor qilish uchun operatorga qo'ng'iroq qilish yoki hatto ofisga borish talab etiladi. 7. Tarif rejasidagi o'zgarishlar. Operatorlar ba'zida abonentlarni xabardor qilmasdan yoki juda noaniq tarzda xabardor qilib, tarif rejalari shartlariga o'zgartirish kiritishadi. Masalan, daqiqalar sonini kamaytirish, internet narxini oshirish yoki SMS narxini o'zgartirish. Bu o'zgarishlar ko'pincha kichik shriftda e'lon qilinadi va siz uni sezmasdan qolishingiz mumkin. Sezilmas nozikliklar. 1. Internet tezligini ustuvorlashtirish. Ba'zi tariflarda operatorlar ma'lum bir trafik turini, masalan, ijtimoiy tarmoqlar yoki video streaming boshqalardan ustun qo'yadi. Bu shuni anglatadiki, ushbu xizmatlar uchun internet tezligi yuqori bo'ladi. Ammo boshqa saytlar uchun tezlik sekinlashishi yoki qo'shimcha to'lovlar paydo bo'lishi mumkin. 2. Cheksiz tariflar va FUP, Fair Usage Policy. Ko'pgina cheksiz internet tariflarida aslida Fair Usage Policy, odilona foydalanish qoidasi mavjud bo'ladi. Bu shuni anglatadiki, siz ma'lum bir hajmdagi, masalan, 1 giga yoki 100 giga internetdan foydalanib bo'lganingizdan so'ng internet tezligingiz sezilarli darajada pasaytiriladi. Siz internetdan foydalanishda davom etasiz, lekin tezlik shunchalik past bo'ladiki, hatto veb saytlarni ochish ham qiyin bo'ladi. Bu
Bu holatda siz cheksiz tarif uchun to'laysiz. Ammo aslida cheklangan tezlikda xizmat olasiz. O'tib xalqaro qo'ng'iroqlar va SMS, chet elga qo'ng'iroq qilish yoki SMS yuborish odatdagi tariflardan ancha qimmat bo'ladi. Agar siz xalqaro qo'ng'iroqlar uchun maxsus paketlarni faollashtirmasangiz, hisobingiz juda tez bo'shab qolishi mumkin. 4. To'plamli xizmatlar. Ba'zi tarif rejalari bir nechta xizmatlarni, masalan, internet daqiqa, SMS va qo'shimcha video platformaga obuna o'z ichiga oladi. Sizga bu xizmatlardan ba'zilari kerak bo'lmasligi mumkin. Lekin ular paketning bir qismi sifatida majburiy ravishda qo'shilgan bo'ladi va siz ularni alohida o'chira olmaysiz. 5. Chegirmalarning yo'qolishi. Operatorlar yangi abonentlarni jalb qilish uchun dastlabki bir necha oyga cho'zibador chegirmalar taklif qiladi. Masalan, birinchi 3 oyda EXMAga chegirma. Ammo bu muddat tugaganidan keyin chegirma avtomatik ravishda bekor bo'ladi va siz yuqori narxida xizmatdan foydalanishda davom etasiz. Agar siz bu o'zgarishni bilmasangiz, hisobingizdan ko'proq pul yechilayotganini payqamasligingiz mumkin. 6. SIM kartani faollashtirish to'lovlari. Ba'zida yangi SIM karta sotib olayotganda faollashtirish uchun yashirin to'lovlar olinishi mumkin. Bu to'lovlar narxlar ro'yxatida juda mayda yozilgan bo'ladi va siz unga e'tibor bermasligingiz mumkin. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilish kerak? Endi eng muhim qismga keldik, amaliy tavsiyalar. Endi siz vaziyatning jiddiyligini tushunib yetdingiz. Xo'sh, endi nima qilish kerak? Qanday qilib o'zingizni va pullaringizni himoya qilish mumkin? Mana siz uchun aniq qadamlar va ko'rsatmalar. Hisobingiz va xizmatlardan foydalanish ma'lumotlarini muntazam tekshirib turing. Bu sizning eng asosiy rolingiz. Kamida haftada bir marta, ideal holda esa har kuni. Mobil operatoringizning shaxsiy kabineti rasmiy veb-sayt orqali yoki mobil ilovasi orqali hisobingiz holatini, balans harakatlarini va barcha faol xizmatlaringizni tekshiring. Aksariyat operatorlarda bu ma'lumotlarni ko'rsatadigan USSD kodlar ham mavjud. Masalan, qoldiqni tekshirish uchun yoki MIG1 pullik xizmatlarni tekshirish uchun 1001, MIG23 yoki MIG5 kabi. Bu kodlar operatorga qarab farq qilishi mumkin. Shuning uchun o'z operatoringizning rasmiy veb-saytidan yoki mijozlarga xizmat ko'rsatish bo'limidan aniq kodlarni bilib oling. Agar shubhali tranzaksiyani yoki kutilmagan yechimni ko'rsangiz, darhol bunga e'tibor bering. 2. Barcha faol obunlarni tekshiring va keraksizlarini o'chiring. Har bir operator o'z abonentlari uchun faol pullik xizmatlar ro'yxatini ko'rish va ularni o'chirish imkoniyatini beradi. Odatda bu mobil ilovaning xizmatlar, obunalar yoki mening tarifim bo'limlarida joylashgan bo'ladi. Yoki operatoringizning saytida shaxsiy kabinetingiz orqali ham buni amalga oshirishingiz mumkin. Agar siz qaysi xizmatlar yo'qolganini bilmasangiz, operatorga qo'ng'iroq qilib, ulardan yordam so'rang. Ular sizning telefon raqamingizdagi barcha faol pullik obunalar ro'yxatini taqdim etishlari va ularni o'chirib qo'yishlari shart. O'tdi SMS xabarlariga ehtiyotkor bo'ling. Operatoringizdan kelgan har bir SMS xabarini diqqat bilan o'qing. Ayniqsa, xizmatlarning faollashtirilishi, tarif rejasidagi o'zgarishlar yoki balansdan pul yechilishi haqidagi xabarlar. Noma'lum raqamlardan kelgan shubhali SMSlarga javob bermang va ulardagi havolalarga bosmang. Biron bir xizmatga obuna bo'lishni so'rab kelgan SMSlarni e'tiborsiz qoldiring yoki operatoringizning rasmiy raqamiga emas, balki shubhali qisqa raqamlardan kelgan xabarlarga umuman javob qaytarmang. 4. Pullik kontent obunalarini butunlay o'chirib qo'ying. Ko'pgina operatorlar pullik kontentdan himoya yoki kontent obunalarini bloklash kabi xizmatlarni taklif qiladi. Bu xizmatni faollashtirsangiz, sizning telefon raqamingiz orqali hech qanday pullik SMS obunalarini yo'qish imkoni bo'lmaydi. Bu ayniqsa bolalari bor ota-onalar va keksa yoshdagi fuqarolar uchun juda foydali. Bu xizmatni yo'qish uchun operatoringizga qo'ng'iroq qiling yoki mobil ilova orqali faollashtiring. 5. Telefon raqamingizni kiritishni so'rovchi bepul takliflardan ehtiyot bo'ling. Har qanday bepul xizmat uchun telefon raqamingizni kiritishdan oldin 2 marta o'ylab ko'ring. Agar siz xizmatga ishonmasangiz yoki u qanday ishlashini bilmasangiz, raqamingizni kiritmang. Ko'pincha bu yashirin obunalarga olib keladi. 6. Roaming xizmatidan foydalanishda ehtiyotkorlik. Agar chet elga chiqsangiz, roaming xizmatini faqatgina zarurat tug'ilganda yo'qing va sayohatdan oldin operatoringizning roaming tariflarini sinchkovlik bilan o'rganing. Yoki undan ham yaxshirog'i, boradigan mamlakatingizda mahalliy SIM karta sotib oling. Roamingda internetdan foydalanishdan oldin
Har doim maxsus roaming paketini faollashtiring. Aks holda har bir megabayt uchun katta miqdorda pul to'lashingiz mumkin. Keksa oila a'zolarini va bolalarni o'qiting. Yuqorida aytib o'tilgan maslahatlarni oilangizdagi keksa kishilarga va bolalarga tushuntiring. Ularga shubhali SMS'larga javob bermaslik, notanish havolalarga kirmaslik va telefon raqamlarini hamma joyga kiritmaslikni o'rgating. Ularning telefonlarida pullik kontentni bloklovchi xizmatlarni faollashtirib qo'ying. Tekis agar ruxsatsiz yechimni topsangiz, darhol operator bilan bog'laning. Agar siz hisobingizdan ruxsatsiz pul yechilganini topsangiz, zudlik bilan operatoringizning mijozlarga xizmat ko'rsatish markaziga qo'ng'iroq qiling yoki ularning ofisiga boring. Vaziyatni aniq tushuntiring. Barcha tranzaksiyalar bo'yicha batafsil hisobot talab qiling va pulingizni qaytarishni so'rang. Ular har doim ham darhol pulni qaytarib berishmaydi, lekin qat'iy turishingiz kerak. 9 dalillarni saqlang. Operator bilan muloqot qilganingizda telefon orqali yoki shaxsan suhbatlarning sanasini, vaqtini va suhbatdoshning ismini eslab qoling. Agar imkon bo'lsa, suhbatlarni yozib oling yoki yozma murojaatlaringizning nusxalarini saqlab qo'ying. Bu sizga keyinchalik muammo yuzaga kelganda dalil bo'lib xizmat qilishi mumkin. Agar hozirgi tarif rejangiz murakkab bo'lsa, uni o'zgartirishni ko'rib chiqing. Agar hozirgi tarif rejangiz juda ko'p yashirin shartlarga ega bo'lsa yoki siz uchun tushunarsiz bo'lsa, uni boshqasiga o'zgartirish haqida o'ylab ko'ring. Oddiyroq, shaffofroq va sizning ehtiyojlaringizga mos keladigan tarifni tanlang. Tariflarni operatoringizning rasmiy saytida solishtiring. Inbur, xavfli onlayn faoliyat uchun alohida SIM karta. Agar siz ko'p internetda turli xizmatlardan foydalansangiz, aksiyalar, viktorinalarda ishtirok etsangiz, shaxsiy ma'lumotlaringizni himoya qilish uchun alohida SIM karta sotib olishni ko'rib chiqing. Bu SIM kartada kamroq pul saqlab, uni faqat shu kabi faoliyatlar uchun ishlatishingiz mumkin. Qayerga murojaat qilish kerak? Birinchi navbatda operatoringizning rasmiy mobil ilovasi, veb saytidagi shaxsiy kabinet yoki Windows 98 operatoringiz raqamini qo'ying. Kabi mijozlarga xizmat ko'rsatish raqami orqali murojaat qiling. Agar bu yordam bermasa, operatorning eng yaqin rasmiy ofisiga shaxsan borishingiz kerak bo'ladi. Qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Operator ofisiga borganda yoki ular bilan jiddiy muammolar bo'yicha muloqot qilganda sizga shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat pasportingiz kerak bo'ladi. Bu sizning raqamingiz egasi ekanligingizni isbotlash uchun zarur. Nimani yozish kerak? Qo'ng'iroq yoki yozma murojaat uchun namunaviy matn. Agar operatorga qo'ng'iroq qilsangiz, quyidagi matnni ishlating. Salom, men ismingizman. Mening raqamim, telefon raqamingiz. Oxirgi paytlarda mening hisobimdan tushunarsiz pullar yechib olinganini payqadim. Iltimos barcha faol xizmatlarim va obunalarni tekshirib bering. Shuningdek, so'nggi bir oy yoki undan ko'proq vaqt ichidagi barcha tranzaksiyalarning batafsil hisobotini taqdim eting. Men xohlamagan hech qanday pulli xizmat yoki obuna faol bo'lishini istamayman. Ularni bekor qilishimga yordam bering va noqonuniy yechilgan pullarni qaytarish choralarini ko'ring. Agar yozma murojaat qilsangiz, xatning yuqori qismiga o'z ism-sharifingizni, telefon raqamingizni va yashash manzilingizni yozing. So'ngra yuqoridagi matnni biroz rasmiyroq shaklda bayon qiling va operatoringizning bosh ofisi manziliga yuboring. Agar rasmiy murojaat qilish zarur bo'lsa, sizning shaxsiy murojaatingizga rasmiy javob berishlari shart. Xulosa va yakuniy chorlov, aziz do'stlar. Bugun men siz bilan telefon operatorlarining yashirin tariflari va abonentlardan bexabar yechib olinayotgan pullar haqida juda batafsil gaplashdim. Siz ko'rib turganingizdek, bu muammo juda keng tarqalgan va deyarli har birimizga taalluqli bo'lishi mumkin. Operatorlar tomonidan taklif qilinayotgan tarif rejalari va xizmatlarining murakkabligi, mayda shriftli shartlar va sun'iy ravishda yaratilgan tuzoqlar bizni ko'pincha moliyaviy yo'qotishlarga olib keladi. Ammo bu bilimsizlik va e'tiborsizlik tufayli yuzaga keladi. Endi siz vaziyatni bilasiz, siz qurollangansiz. Unutmang, operatorlarning jim turishi ular bu muammoga e'tiborsiz ekanligini anglatmaydi. Aksincha, ular bu orqali pul topishadi. Sizning pulingizni asrash bu sizning vazifangiz. Faqatgina ogohlik, muntazam tekshiruvlar va to'g'ri harakatlar sizni bu kabi yo'qotishlardan himoya qila oladi. Har bir so'mimizni qadrlaylik, chunki u sizning mehnatingiz bilan topilgan. Endi sizning navbatingiz. Bu video haqida qanday fikrdasiz? Siz ham yashirin to'lovlar bilan duch kelganmisiz? Qanday vaziyatlarga tushgansiz va ularni qanday hal qilgansiz?
o'z tajribangizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning hikoyalaringiz boshqalarga ham yordam berishi mumkin. Videoga like bosishni unutmang va agar hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni va pullaringizni ehtiyot qiling.